Assalamu alaykum muhtaram televideniyechilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining Abdul xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligi to'g'ri 14 noyabr kuni maxsus xabar e'lon qilib, Uyg'ur avtonom rayonida 56 kun elib olgan izg'oqlab zarba berish harakatining katta natijaga erishganligini va terrorchilarning to'liq yo'qotilganligini ilgari surgan. Xabarda atalmış terrorchilarning 13 noyabr kuni, ya'ni Parijda terrorlik hujum yuz bergan kuni Xitoy qurolli kuchlari tomonidan to'liq yo'qotilganligi alohida qayd qilingan. Radyomuzning baynayisidagi aloqador o'rinlarda ma'lumot egallishicha, Xitoy hukumati yo'qot to'xtab davransiyotgan atalmış terrorchilarning Baydagi ko'mirkan hujumchilari ekanligi bilindi. Amerikadagi Uyg'ur jamoati Uyg'ur hozirgi zamon tarixida qurilgan ikki qitimliq Sharq Turkiston jumhuriyatlarining xotir kunini dag'dug'liq tabrikladi. 14 noyabr o'tkazilgan ikki jumhuriyat kunini xotirlash faoliyatini Amerika Uyg'ur jamiyati tashkilladi. Xotirlash faoliyatlari davomida Sharq Turkiston jumhuriyatlarining davlat marshi o'rinlandi. Tarixdagi ikki jumhuriyatni qurish yo'lida hayotini taqdim qilgan shahidlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on o'qildi. Oxirida ikki jumhuriyatning qurilish va yiqilish tarixiga bag'ishlangan maxsus ilmiy doklad o'qib o'tildi. 15 noyabr Turkiyada ochilgan 20 davlat guruhining boshliqlar yig'inida Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi so'z qilib, Xitoymo terrorlikning ziyonkashligiga uchrayotgan davlat deb ko'rsatgan. O sözüdə Şərqi Türkistan İslam mərkəziga zərbə beriş, xalqara terrorluqqa qarşı kurashning mühim bir qismi bo'lishi kerak deganlarini ta'kidlagan. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Rabia Qadir xonim radiomiz ziyoratini qabul qilib, Wang Yining so'ziga qarshi inkas qaytardi. Unga ilish texnikasining yuqorligi bilan oltin quloq deb ta'riflanib kelgan muzik tahriri Yodikor Abdusalom 17 noyabr kuni Urumchida olamdan o'tgan. Qirolliq yeshib turayotgan Yodikor Abdusalomning kasallik sababi bilan qazo qilishi Uyg'ur san'at sohasidagi kasbdoshlari va shogirdlarini cho'nqur qayg'uga cho'mdirdi. Musibat kunda bir qism Uyg'ur san'atkorlar radiomiz ziyoratini qabul qilib, marhum Yodikor Abdusalomning hayotini eslab o'tdi hamda uning Uyg'ur milliy musiqa madaniyatiga qo'shgan tuhfalariga yuqori baho berdi. Qashqarda chaqirilgan Janubiy Shinjon xizmat yig'ini oxirlashib, uzun o'tmayla doiralar Uyg'ur elining har qaysi joylarida mazkur yig'inning ro'yini o'rganish mazmun qilingan siyosiy faoliyatlarni jiddiy o'rinlashtirayotganligi ma'lum bo'ldi. Radiomizning Kuchan oilasidagi aloqador organlar ham shaxslardan egallishicha, yerlik doiralar oiladagi dehqonlarni asharg'i tashkillash orqali Janubiy Shinjon xizmat yig'inining ro'yini o'rganayotganligi oshkor bo'lmoqda. Gumun oilasining Muji bozoriga qarashliq Yengibog' boshlang'ich maktabida o'qiydigan bolalarning uzun mazgul qaranchuqsiz qolganligi diqqat qo'zg'amoqda. Ma'lum bo'lishicha, Muji bozoriga qarashli kentlardagi yerlik aholilarning iqtisodiy kirimi bo'lmag'achqa yillardan buyon Aqsu tavasidagi Bingtonning kevazlariga yollanib ishlamoqda ekan. Kentdagi ota-onalar bir yilning ko'p qismini Bingtonning kevazliklarida ishlab o'tkazgachga bolalarning qaranchuqsiz qilayotganligi o'qituvchilarni andishiga solgan. Ahvoldan xabardor kishilarning radiomizga bildirishicha, o'qituvchilar maktabdagi bolalarning qishliq kiyim-kechaklarini hal qilish uchun to'rda murojaatnoma e'lon qilib, koni kiyim-kechak to'plamoqda ekan. Muhtaram televideniyechilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.